Toshkent viloyatida suvga oqizib yuborilgan jasad 80 kunda topildi. Gap shundaki, Bekobodda Ichki ishlar boshqarmasi xodimi mashinasida urib ketib, suvga tashlab yuborgan fuqaroning jasadi Do'stlik kanalidan chiqqan. 2025-yil dekabrda Toshkent viloyati Bekobod tumanida Ichki ishlar organi xodimi o'z mashinasida urib yuborib, so'ng turmush o'rtog'i yordamida suvga oqizib yuborgan jasad 80 kun deganda topildi. 80 kun davom etgan qidiruvlardan so'ng murda 28 fevral kuni Do'stlik kanalidan topilgan. Eslatib o'tamiz, 2025-yilning 11-dekabr kuni Bo'ka-Bekobod avtomobil yo'lida Nexia 3 da harakatlanib ketayotgan Ichki ishlar boshqarmasi xodimi 43 yoshli fuqaroni urib yuborgan. Voqeani yashirish uchun turmush o'rtog'ining yordamida jasadni taxminan 35-40 kilometr uzoqlikdagi Farhod kanaliga oqizib yuborgandi. Gumondor ushlanib, qamoqqa olingan. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi transport vositalari harakati xavfsizligi qoidalarini buzish va 117-moddasi 2-qismi xavf ostida qoldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Xo'sh, voqealar yakuni qanday yakun topadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni ko'proq odamlar ko'rishi uchun esa like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Shu kabi muhim va dolzarb yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.